Tuma programmasini qarovchilar, Radik menga qonaqqa kelganishdi. Men seni обязательно chaqiraman deydi o'zining diskotekasini. Bugun shunday kun shamag'at. Moskvada tatar diskotekalarining sezoni ochilish kuni qamalagi diskotekalarning uyushtiruvchisi DJ Radikni qulog'idan tutib olib keldim. Ham Radik bilan bir-ikki temaga suylashasiz kerak. Radik har vaqtda o'zining aytgan so'zini o'taytirgan yigit. Radik, bugun sezon ochila. Bugun birinchi topqir sen bu sezonda boshlab jibarding diskotekani. Nishik sening bugungi diskoteka to'g'risida fikrlaring? Mana bundan qadar holat keldi. Shunday atmosferada bu sening uchun ko'rsatkichmi? Bu sening uchun statusmi? Mana bunday diskoteka. Bu bizning uchun bir zo'r показатель. Xalq yeri Allohga shukr. Bilamiz, shu diskotekalarga sen chaqirasan, bu ishqina o'zimizning Qozondan da artistlarnimi? Yo'q, ham bu sezonga qadar kimlarni chaqirgan eding sen? Degan sezonda bizda chiqish yasadi Vladimir Nigmatjonova, Irka, Rayaz Pasikov, Ilnaz Bak, Gulzaliya, Qozon yigitlari, Aypara. Anları bizde Rus artistlarda bo'lgani bar, Ivanushki International degan. Alarda Qozonniki. Tag'ı Shura. Shin Qozon yigiti Shura. Ayy. Anları 140 ударов в минуту, краски терками. Настя Задорожная. Amina bu sezonda tag'in Qozondan kimlarni chaqirishga o'ylab turasiz? Albatta, shu kishini kim bizda Moskvada alla bo'lgani yo'q. Radik, mana shu tatar diskotekalarining Moskvada yashovchi tatarlar uchun ahamiyati narsa seningcha? Narsa uchun uyushtirasың sen tatarlar uchun diskoteka? Chunki Moskva tatarlari bunda jilalar, tanışsalar, anları ilemeler. Biz bunlarga qarab, bizga dik rahat ko'ngilga bo'la. Tuzovka bunda deginde qaynar, Allohga shukr. Hozir bu DJ Radikdan fishka. Mana shulay ko'ngil etib yo'l aytamiz. Dirasroq men yo'l aytaman Moskvada. Hamma menga bunday o'shay qo'ytasida kimi, lekin qo'ytirga kerak hozir. Mana shunday Moskva mojarolaridan so'ng men o'zimni beko'ngil his etaman. Hazırmı? Tıklağız. Moskva mojarolari davom etadi. Faqat Moskvada tatar diskotekasida bergan arada ishtirok qildim men. Ufada, Moskvada, shulay Qozonda da Tataristonda bek populyar bo'lib ketgan bizning yashirchimizni Radik Ulyashini. Mana birgina so'rov. U yanda menda sen qo'yan kelib chiqding bunda? Aytganda men haligi vaqtda Moskvada yashayman. Shu tatar diskotekasida kelda yurayim. Demak, sen hozir Ufadan Moskvaga ko'chding bo'lib chiqa. Hozir endi men Moskva yigiti. Mana bunday tatar diskotekalari bunda uyushib kelayam, hali sen birinchi topqirman bunda. Yo'q, men bunda har vaqt bunda kelib yurayim. Diskoteka qizlar tutam. Qizlar bilan tanishasың. Shumi senga tatar diskotekasi atmosferasi? Atmosfera bittayvat. Mana bilan qaytqala kelmay. Shulay Moskva diskotekalarida bayram etib yurganda bizning mening aka do'stim Tuban Novgorodda shulay tatar diskotekalarini uyushtirib yurgan, lekin endi bugungi kunda Moskvada ishlab yashab yotuvchi Ravil Sayfuddinovni ko'rdim. Ravil, sen mana shu tatar diskotekalari deb o'zingda yonib yurgan kishi, o'zing uyushtirib yurgan kishi. Ham umuman mana bu tatar diskotekalari turli shaharlarda kerakmi ular? Ham ularning shundan mana tatar uchun nendek ahamiyati bor? Tatar diskotekalarini o'tkazishga безусловно kerak. Ol birlashtirib kishilarni, ular ko'rishadilar, bunda сөйләшәләр, tanışalar. Эти встречи, эти вечеринки, эти татарские дискотеки очень актуальны не только в местах, где проживают татары компактно, но также в больших мегаполисах,
где и собраться им очень сложно, и встретиться очень сложно. Такие дискотеки как раз и заключают в себе смысл знакомства и общения.